Assalomu alaykum. Anvar Akfa YouTube kanalının kuzatuvchilari ko'rishingiz mumkin. Bugungi qilgan ishimiz Termo 65 seriyada surma eshik o'rnatib berganmiz. Şimdi bir tarafa suriladi bu eshikimiz. Ko'rishingiz mumkin. Oxunasa keladi. Açılib yopilishlari yengil. Uchishani ko'rganingizdek balandda diklasangiz ilinadi. Aynaları ikki kat обычный oq ayna. Kalyonli bo'ladi. Kalyonni qo'yishimizdan maqsad ko'chadan keladigan udorlarda sinmasligi uchun kalyonli ayna qo'yiladi. Razmerlari 275 eni, 260 bo'yi. Ko'rishingiz mumkin. Bu mexanizmda eshik umuman osilmaydi. Eshik surma bo'lgan hisobini pastda roliklari bo'ladi. Maksimal 402 kilogacha ko'taradi mexanizmlarimiz. Bu eshik o'zi og'irligi 150-170 kg atrofida bo'ladi. Hech bir profilga og'irlik ham tushmaydi, mexanizm ham og'irlik tushmaydi. Size ko'p yillar davomida xizmat qilib beradi. Bu tarafdan ayna eshiklar o'rnatib berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Razmeri eni 280, bo'yi 260. Bu tarafdamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bir tabaqali eshik o'rnatib berganmiz. Yanında aynası bilen falan ayna açıp koyasız, falan eshik açıp koyasız. Yoz oylari misol uchun ko'rishingiz mumkin. Sifatlarına 100% javob beramiz. O'zingiz ham ko'rib bahosini beraverasizlar. Xudo xolasa Anvar Akfa YouTube kanalına a'zo bo'lib qo'ysanizlar, shunday sifatli ayna eshiklar bilan ko'rsatib, tanishtirib boramiz. Xudo xolasa mana shunday sifatli romlar kerak bo'lsa, bizlar aytasizlar. Xudo xolasa chiroyli xizmat etib beramiz. Pulam qimmat emas. Bize qimmat ishlamaymiz. İmkan boricha arzonroq qilib beramiz, kelishib ishlab beramiz, xudo xolasa. Sifatlardan 100% javob beramiz. Bu tarafdan boshqa ishlarimiz ham bor, ko'rishingiz mumkin. Balandagi aynalar misol uchun razmeri 170 bo'ladi enina, 140 bo'ladi bo'yina. Balandagi aynalar ham uzatib berganmiz. Bu tarafda yana eshiklarimiz bor. Buradagi aynamiz eni 330. Balandligi 260. Bu yerdan 2 portga 2 açılış o'rnatib berganmiz. Biraz havo aylanish uchun. Ko'raverasiz. Keyin bu tarafdan eshiklarimiz bor, yorma kapı eshigimiz. Yorma kapı, yeni 2 tabakalı 2 açılış eshigimiz. Ko'rishingiz mumkin. Bahosini berasiz. Bu yerdan отдельный portga, bu tarafdan отдельный portga qo'yib berganmiz. Görüp bahasını berasiz. Xudo xolasa like'larni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kim mana shunday sifatli ayna eshik kerak bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Manfaatli video bo'ladi. Shunday sifatli eshik qarab yurgan bo'lsalar, topishlari ansat bo'ladi, sizlar yordam bergan bo'lasizlar. Xudo xolasa hammani seximizda, ofisimizda kutib qolamiz. Hammaga rahmat.